Tomoshabinlar va kanalimiz mehmonlari ko'rib turganlaringdek bugungi videomiz qurilish qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun, undan tashqari shu narsalar bilan savdo-sotiq bilan shug'ullanadiganlar uchun optim ishlab chiqarish joyiga kelganmiz. Rossiya, O'zbekiston savmesini ishlab chiqarishar ekan. Texnologiya Rossiya ekan. Mana shunday holatda chiroyli qilib qoplashib, brendi Oqsaroy brendi asosida Rodman, Shpaglovka, undan tashqari kafemni kleylar, emustalar, xullas qurilish sohasida qanaqangi mahsulotlar ishlab chiqariladigan bo'lsa, mana shu joydan topsalaring bo'lar ekan. Har xil holatdagi katta assortimentda ishlab chiqarishar ekan. Optim narxda tarqatishadi xudo xolasa. Bu joyda gruntovkalarni ham, shpaglovkalarni ham, hamma kafemni kleylarni ham, arzonini ham, qimmatini ham topsalaring bo'lar ekan. Biz hozir Farg'ona viloyati, Farg'ona shahriga kelganmiz. Ko'rib turgan joylaringda hamma mahsulotlar bor ekan. Juda ko'pchilik hozirgi kunda katta domlarda, baland qavatli binolar qurib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqsalaring chiroyli narxlarda qilib yetkazdirib berishaver ekan. Eng asosiysi Farg'ona shahar bo'ylab dastavkalari bepul bo'lar ekan. Bu joyda undan tashqari mana bunga o'xshagan polistroblock kley bu. Xuddi shular. Undan tashqari yana bu joyda kafemni kleyda arzonrog'i, bular yana bittasi qimmatroq varianti va bu joyda mana standart nomi bilan o'sha Oqsaroy firmasiga qarashli bular Vadaminson mahsulotlari hammasini topsalaring bo'lar ekan. Akalarimiz raqamini pastga qoldirib qo'yamiz, o'zlaridan batafsil ma'lumot olaverasizlar. Bularning narx-navosini hozir o'sha aytilmayotib turganligi sababi YouTube'da har xil holatda ko'radi, kimdir 1 oy, kimdir 2 oy. O'shaning uchun narxlari pasayishi mumkin, ozgina qo'shilib qolishi mumkin. O'zlaridan hozirgi kundagi narxlarni aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni olsalaring bo'ladi. Xudo xolasa ishlariga garantiyalar berishar ekan. Chiroyli qilib O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishaveradi.